Duo ijobat bo'ladigan muborak joylar. Baytullohni ilk ko'rgan paytda, tavof qilayotgan paytda, multazamga osilgan paytda, rahmat tarnovining ostida, Baytullohning ichida, Zamzam suvini ichayotganda, maqomi Ibrohimning yonida, Safo tepaligida, Marva tepaligida, sa'y qilayotganda, Arafot maydonida, Muzdalifa maydonida, Mino maydonida, tosh otgandan keyin jamarot oldida, Xatimning ichida, Rukni Yamoniyning oldida, Savr g'orida, Xiro g'orida, Dorul Arqam joylashgan joyda, Hadija roziyallohu anhoning yashagan uyida, Mud'o maqomida, Madina-i Munavvaradagi Riyozul Jannada, Oysha roziyallohu anhoning ustuni yonida, Abu Luboba ustuni yonida, Nabiy alayhissalomning mehroblarida, Suffada, Fath masjidida, Qubo masjidida, Masjidul Qiblataynda, Masjidul Ijobada. Haj va umra ziyoratiga oid barcha duolar matni ushbu kitobimizning duo va zikrlar qismida keltirilgan. Haj o'limni eslatadi. O'lim hech kim inkor qilmaydigan haqiqatdir. Aslida dunyodagi hayotimiz ham ushbu haqiqatga iymon keltirib, unga go'zal tayyorgarlik ko'rishdan iborat. Tug'ilish bilan o'lim orasidagi fursat insonga solih amallar qilish uchun berilgandir. Bu borada Mulk surasining ilk oyatida bunday marhamat qilinadi. U o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratdi. Ihrom kiyishdagi asl hikmat va haqiqatni Alloh taoloning o'zi biladi. Lekin ulamolar bu haqda kelgan barcha dalillarni o'rganib, unda bizga ma'lum bo'lgan ko'plab hikmatlar borligini aytganlar. Uning eng katta hikmati insonga o'lim va oxirat kunini eslatishidir. Onadan tug'ilgandek uyiga qaytadi. Alloh taolo hojilarga bergan katta imkoniyatlardan biri ularning gunohlarini mag'firat qilishidir. Nafaqat hojining, balki u mag'firat qilishni so'ragan insonlarning ham gunohlarini Alloh taolo kechiradi. Shuning uchun ziyoratga kelgan kishilar hojidan haqlariga duo qilishini so'rashlari kerak. Hadis sharifda bunday deyiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim Alloh uchun haj qilsa, fahsh so'z aytmasa va fisqu fasod qilmasa, onasidan tug'ilgan kundagidek bo'lib qaytadi, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Boshqa hadisi sharifda bunday deyiladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim haj qilsa, fahsh so'z aytmasa va fisqu fasod qilmasa, o'tgan gunohlari kechiriladi, dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Haj tavba tazarru o'rni bo'lgani uchun ziyoratchi gunohlardan forig' bo'ladi. Hajingiz mabrur bo'lsin. Alloh taolo har bir amalni ixlos va muhabbat bilan o'z qoida va odoblariga muvofiq bajargan bandalariga ulkan mukofotlarni ato qiladi. Ziyoratchining dunyoda gunohlari kechirilib, oxiratda esa jannatga kiritilishi eng katta mukofotdir. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam
umradan umragacha bo'lgan sag'ira gunohlar kechiriladi. Mabrur hajning mukofoti faqat jannat bo'ladi dedilar. Imom Bayhaqiy rivoyati. Mabrur so'zi lug'atda yaxshilik qilingan, qabul etilgan ma'nolarini anglatadi. Ulamolar hadisni sharhlab, hajning mabrur bo'lishi uchun quyidagi sifatlar bo'lishi lozim deganlar. Ixlos, ziyoratchining zuhdi ziyoda bo'lishi, oxiratga rag'bat qilishi, hajning barcha hukmlarini to'liq bajarishi, safarda fisq va ma'siyatlardan saqlanishi, fahsh so'zlardan tiyilishi, riyo, sum'a va ujubdan saqlanishi. Hajning foydalari. Hajning juda ko'p foydalari bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: toki o'zlariga bo'ladigan manfaatlarga shohid bo'lsinlar. Haj surasi 28-oyat. Hajda shaxsiy, ijtimoiy, moddiy, ma'naviy va tibbiy ko'plab foydalar bor. Hajga borganlar avvalo Allohga ibodat qiladi, taqvosi ziyoda bo'ladi. Qolaversa bir-birlari bilan tanishadilar, o'zaro fikr va tajriba almashadilar, foydali maslahatlar oladilar, savdo-sotiq va tijorat ham qiladilar. Haj ibodati tavof, sa'y, vuquf, jamarot va muqaddas joylarni ziyorat qilish kabi jismoniy amallardan iborat bo'lib ko'rinsa-da, uning asosiy mohiyati ma'naviy tarafidadir. Hajning yana bir ma'nosi Allohning yo'lida hijratdir. Ya'ni haj qilmoqchi bo'lgan inson ahli oila, mol-u dunyo, kasb, kor va uy-joyini ma'lum vaqtgacha tark qilib, Alloh taolo aziz qilgan muqaddas joylarni ziyorat qilish uchun boradi. Bu safar chog'ida Ibrohim alayhissalomdan tortib barcha payg'ambarlarning, qolaversa sahobai kiromlarning hijratlari eslanadi. Shuningdek, maqomi Ibrohim, Safo va Marva tepaliklari hamda Zamzam bulog'i Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom va Hojar onamiz haqidagi o'tmish xotiralarni birma-bir yodga soladi va ularning sabr bardoshlari nechog'lik yuksak hamda ulug' bo'lganini his etadi. Irqi, jinsi, rangi, tili va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, dunyoning har tarafidan kelgan barcha insonlar bir xil libosda, bir xil amallarni bajarayotganiga guvoh bo'ladi. Bundan Alloh taoloning huzurida barcha barobar ekaniga yana bir karra amin bo'ladi.